Assalomu alaykum Venstore kuzatuvchilari. Bu galgi videoyimizda osevoy ventilyatorlar haqida ma'lumot berib o'taman. Sanoat korxonalariga va ishlab chiqarish joylariga kraska va chang havolarni tortib chiqarishga o'rnatiladi. Ushbu osevoy ventilyatorlarimiz Strambol va Aerox brend ostida Xitoyda ishlab chiqarilgan. Bu ventilyatorlarimiz 220 va 380 voltda ishlaydi. Kub metriga keladigan bo'lsak, 9 kub metrdan 40 ming kub metrgacha bo'lgan joyni havosini tortib beradi. Sizga ham shunday osevoy ventilyatorlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Osevoy ventilyatorlarimizdan tashqari, Venstore do'konimizda barcha turdagi ventilyator va aksessuarlarni topishingiz mumkin.